Assalomu alaykum. Bugun 28-yanvar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar jamg'armasi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida bugun ochiq eshiklari tashkillashtirilmoqda. Tadbirimiz bugun 9:00 dan boshlab 18:00 gacha davom etadi. Bugungi tadbir doirasida zo'ravonlikdan jabr ko'rgan hamda huquqbuzarlik sodir etgan, huquqlari buzilgan bolalarning va ularning qonuniy vakillari bilan birgalikda bizning malakali mutaxassislarimiz tomonidan yuridik yordam olishlari mumkin. Ushbu tadbir bolalarning huquqlarini himoya qilish hamda ularga bepul huquqiy yordam ko'rsatishga qaratilgan. Qani endi jarayon bilan tanishamiz. Ko'rib turganingizdek, jarayonimiz juda ham qizg'in davom etmoqda. Bu yerda fuqarolarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan huquqiy savollarga malakali yuristlarimiz tomonidan huquqiy maslahatlar olishmoqda. Ochiq ishlar kuni Madad nodavlat notijorat tashkilotining markaziy apparatida hamda tuman va shahar davlat xizmatlari markazlarining barcha huquqiy maslahat byurolarida o'tkazilmoqda.